Inson hayoti ko'plab omillar bilan belgilanadi. Ularning ayrimlari hatto tug'ilishdan oldinoq shakllanadi. Masalan, temperament insonning o'ziga va atrof olamga bo'lgan munosabatini belgilab, hayotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Temperament bu shaxsning barqaror xususiyati bo'lib, uning hayotiy faolligini belgilaydi va oliy nerv faoliyati turi bilan bog'liqdir. Xarakter va temperament bir xil tushunchalar emas. Xarakter inson hayoti davomida shakllanib, o'zgarib boradi. Temperament esa insonga tug'ma holda beriladi. U irsiy omillar bilan belgilangan. Temperamentni birinchi bo'lib Gippokrat o'rgangan. An'anaviy ravishda temperamentning 4 turi ajratiladi. Ularning nomlari qadimgi Yunon tilidan kelib chiqqan bo'lib, o'sha davrda inson tanasida hayotiy suyuqliklardan birining ustunligi haqidagi tasavvurlarga asoslangan. Shveysariyalik psixiatr Karl Gustav Jung ekstraversiya va introversiya tushunchalarini kiritgan. Ekstraversiya tashqi olamga yo'nalganlik, introversiya bo'lsa insonning o'z ichiga yo'nalishidir. Xolerik va sangviniklar ko'proq ekstravert bo'lishga moyil, flegmatik va melanxoliklar esa introvert hisoblanadi. Bu taqsimot shartlidir. Endi temperament turlarini ko'rib chiqamiz. Xolerik tezroq, jo'shqin, lekin juda beqaror. Kayfiyati tez-tez o'zgaradi, kuchli hissiy portlashlarga moyil va tez charchaydi. Unda nerv jarayonlari muvozanatli emas. Xolerik katta ish qobiliyatiga ega, ammo kuchini nazoratsiz sarflab, tez holdan toyib qoladi. Flegmatik vazmin, xotirjam, barqaror kayfiyatga ega. Tashqi tomondan his-tuyg'ularni kam namoyon qiladi. U mehnatda sabrli, qat'iyatli va tinch. Sekinligiga qaramay, tirishqoqligi orqali yuqori natijaga erishadi. Sangvinik jonli, faol, harakatchan inson. Taassurotlari tez almashadi. Atrofidagi voqealarga tez munosabat bildiradi. Omadsizliklarga oson ko'nikadi. Yuz ifodalari juda boy. Agar ish unga qiziq bo'lsa, juda samarali ishlaydi. Qiziq bo'lmasa, befarq bo'lib qoladi. Melanxolik turli voqealarni chuqur his qiladi. Tashqi ta'sirlarga juda sezgir. U ko'pincha hissiy kechinmalarni iroda kuchi bilan tiyib tura olmaydi. Juda ta'sirchan va ruhiy jihatdan nozik bo'ladi. Shuni unutmaslik kerakki, har bir inson betakrordir. Barchaga bir xil yorliq qo'yish to'g'ri emas, chunki hayotiy sharoitlar shaxsni katta darajada shakllantiradi. O'z temperamentini bilish inson hayotini ancha yengillashtiradi. Kasb tanlash, yangi tanishlar orttirish, munosabatlar qurish osonlashadi. O'zini bilmagan inson hayotda yo'lni yo'qotib qo'yishi mumkin. Suhbatdosh temperamentini tushunish ham juda muhim, chunki muloqot sifati shunga bog'liq. O'z temperamentingizni aniqlash uchun maxsus testlar mavjud. Boshqa insonning temperamentini aniqlash uchun esa avval uning introvert yoki ekstravert ekanini bilish kerak. Agar u jamoadan qochsa, ehtimol melanxolik yoki flegmatik. Agar u ochiq ko'ngil va muloqotga moyil bo'lsa, sangvinik yoki xolerik bo'lishi mumkin. Shundan so'ng psixik reaksiyalarning kuchini, muvozanatini va barqarorligini baholash lozim. Masalan, xolerik kuchli, harakatchan, lekin beqaror. Melanxolik kuchsiz, psixik reaksiyalarga ega. Sangvinik kuchli, muvozanatli va harakatchan. Flegmatik kuchli, muvozanatli, ammo sust. Toza temperamentlar kam uchraydi. Ko'pincha ular aralash holda bo'ladi. Namoyon bo'lish darajasi tashqi va ichki omillarga bog'liq. Masalan, sangvinik xususiyatlari kuchli bo'lgan inson ayrim hollarda xolerikdek o'zini tutishi mumkin. Bu temperament o'zgardi degani emas, balki unda ikkala temperament belgilari mavjud bo'lgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, temperament insonga tabiat tomonidan beriladi va umri davomida deyarli o'zgarmaydi. Xarakter esa doimo shakllanib, o'zgarib boradi. Bir xil temperamentga ega insonlarning xarakteri turlicha bo'lishi mumkin. Bu tarbiya, jamiyat, kasb, qiziqishlar va hobbilar bilan bog'liq yuzaga keladi. Endi menga aytingchi, siz qaysi temperament turiga mansubsiz?